Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı şeyleri qeyrindaşlarım. Hemenlarınki muşu vakti ve bunun ikinci vakti hayırlık bolsun. Ben Abdülaziz Beş Doğraq'tan İstanbul'un Süleymaniye Camii'nin qaşidiki işxanamdan sizlarga Allah'ınki cennet salam bolğan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamla başlagandan keyin biz birlikte öğrenip kilovatkan tedbir yaysin derslerinde gayni riyallık aylandırışının sırlık kanuniti erkin sıdık akimizdinki kolamdaki onu bizden tedbir neşriyatı neşr kılıngan erkin sıdık yazmaları kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar ikinci kısım kitabıdır. Gayni riyallık'a aylandırışının sırlık kanunitini başlayalımız kadirlik dostlar. Bugünkü kelgen dersimiz 7. mezmun gayni riyallık aylandırışının sırlı kanuncuları 12 xil mezmun var. Bunun 7. mevzusu kızgınlık, üzü başkuruş ve kat'i davamlaştırış. 8. tasavvur ve çeksiz akıl. 9. merkezleştiriş ve icadi köz aldığa keltürüş degan bunu 3 mezmunni sizler bilen birge ortaklaşıman canım dostlarım. İnşallah kiler hafta bu dersten kalgan 4-cüsü de inşallah derste tamamlayımız. Cem'i 4 saatlik ders buludu kadirli qeyrindaşlar. Ondan olsa kızgınlık özünü başkuruş ve kat'i davamlaştırış degenini kolumuzdaki bu kitaptan 111. betni içip birlikte ügüneyle canım dostlarım. 111. Erkin Sıdık akimiz bu kitaptaki makallarını öz vaxtıda vatanimizdeki torbetlerde şehirde neşir kılgan. Kim bu kitaplaştırıldı? 111. bet. Gayni riyallık'a aylandırışının sırlık kanuniyeti deb yazgan 5. makalesi iken 2010 yılı 11. ayının 25. günü neşir kılınıp iken. 7. kızgınlık öz üzünü başkuruş ve kat'i davamlaştırış. Yani suni taşni teşken sunun küçü emez, sunun izcil davamlaştırganlığı. İstikrar deb koydu Türkçe'de. Adam olsa bunundaki bir küçük mezmun kızgınlık. Nemeyken bir qarab bakaydı. Kızgınlık bir xil kem bolsa bolmaydigan küç bulup, onun kudretini başka hiç qandaq nəsininki bilen seliştiriş mümkün emas. Eğer sizden bir intayin iniq asası nişanınız bar boladiken, sizning hazır onu vücutga çıkarışga tayyorlanıp bolgan, bolmaganlığınızdan qat'i nazar, siz aşu asası nişanınızga nispeten çoğunqur kızgınlık yitildireleysiz. Siz öz nişanınızı emelge aşırıştın naiti yirak buluşunuz mümkün. Ama siz kalbinizde kızgınlık otunu tutaştırırsınız, hem de onu tok tutup koymay, köydürüp tursunuz. Hazır sizden yolunuzda tosup doğan barlıq tosalgıla, xuddi bir sihri güçnün təsirinden boğandakla gayip bulup, özünüz burun his kılmagan güç kudretke ige işkelliğinizni his kılalaysız. Kadirlik qeyrindaşlar. Kızgınlıkның qozgutuşu bilen kalbiniz bir yuqori tekrarlıqta titirgende bu titreşni sizden çöğrünüzdeki belgilik bir radyus içinde turgan kişiler bulup mu sizge yakın turgan kişilerin köngli kubul kılıdı. Siz bir adam topuğu sözdüsünüz, sizden kızgınlığınız tinçuğuçularının kalbige tesir köstüp, ularının kalbimi sözlü gücünün kalbige maslaşkan halda titreydi. Bir adam yeni bir adam bilen soğudulaşkanda, bazıda bir soğududa kilişinin psikologik peyti yitip geldi degenini his kılıdı. Əməliyyatda bolsa, bu çağda satqıçının kızgınlığı alğucunun kalbige tesir köstüp, alğucunun kalbini satqıçınınkiga mayil keltügen boladı. Avtomatik tertip prinsipiden paydalanıp,
hamda intayin iniq asosiy nishonning yordami bilan ko'nglingizga chuqur muvaffaqiyat qozonish orzusini o'rnatib boqadigan bo'lsangiz, sizning burunqi kechirmish ta'sirotlaringizga darhol jon kirib, siz uchun xizmat qilishga boshlaydi. Agar siz qalbingizga bir orzuni intayin cho'nqur o'rnatmoqchi bo'lsangiz, uni chuqur mardlarcha qizg'inlik bilan birlashtiring. Chunki qizg'inlik arzuning tez sur'atda o'sishiga va uning mangu saqlanib qolishiga kapolatlik qiladigan o'g'itdir. Türklardimi ilk gündeki hayacan ila deydigan bir gap bor. Yani tunji qatim shu hayajan bilan ajoyib hayajan bilan ish boshlaymiz-ku. Shu hayajan bilan boshlaymiz deydi. Qadrli qarindoshlar. İkinci ruhi sizin telepatiya kanunu. Telepatiya prinsipi deganimiz belge, simovul yoki ovozning yordamiga tayanmay turibla tefekkürünü bir qalbdan başqa bir qalbga yetkizish hareketini ko'rsatadi. Ruhi sizin telepatiyasi tüpeylidən siz faqat o'zingizga ishongan vaqtda boshqalarmo sizga ishonadi. Boshqalar o'zini sizning tefekkürünüzga tengshab, siz o'zingizga nisbatan qanday tuyg'uda bo'lgan bo'lsangiz, ularmi sizga nisbatan sizninkiga o'xshash tuyg'uda bo'ladi. Eğer siz o'zingiz to'g'risidagi o'ylaringizni to'xtamay sirtqa tarqatadigan bo'lib, agar sizda o'zingizga nisbatan bir e'tiqod bo'lmaydi ekan, sizning bu xiyolingizni boshqalar qabul qilib, ularmi sizga ishonmas bo'lib qoladi. Üçüncü mazmun. Bir o'yni boshqalarning qalbida aks ettirish. Taklif berish sizden sözleriniz, sizden iş hareketiniz hem de sizden köngül halatınız arkalık başkalarına tesir körsütüş prensibi bulup o psikolojik en ötkür ve en güçlük prensiplerinin biri. Siz iş kılganda, sözlügende ve oyluganda şu prensipten faydalanırsınız. Ama eğer siz selbi teklif bilen icabi tekliften farkını düşünmeydikensiz, siz bu prensipten özünüzge galibe elip keliş üçün emas, belki mağlubiyet elip keliş üçün faydalanışınız mümkün. İnsanların kalbi bir kişinin hangtan kaldırdıgan maşınıga okşaydı. Bir kişini hangtan kaldırdıgan maşınıga okşaydı. Onun gevdelik karakterinin biri şu ki, o taşqi teklif yoki avtomatik teklif orqali o'ziga yetib kelgan ta'sirotlarni tabiatga moslashtirgan holda guruhlarga ayirib, salbiy ta'sirotlarni menganing bir yerida, ijobiy ta'sirotlarni bo'lsa menganing boshqa bir yerida saqlaydi. Bu ta'sirotlar yoki burunqi kechirmishlarning biri əslime prinsipi arqılıq asasi anğı çağırıp kelingende şu təsirat bilen oxşaş mahiyetlik başqa barlıq təsiratlarmı onun bilen birge kelidi. Bu xuddi zincirinin bir uçunun kötüyse yeni bir uçumu onun bilen ten kötürülgenge oxşaydı. Mesela adamın ko'nglidagi guman tuyg'usi paydo qiladigan bir ish şu adamga o'zida burun guman tug'dirgan başka barlıq kechirmishlarni eslatadi. Eğer birisi sizden pul so'rasa, şu zamatla yadınızga siz burun başkalarga pul berip durup, yuluqqan nachar kechirmishlar keladi. Birlashish qonuniyati İngilizce Law of Association ga asosan ko'ngilga yetib kelgan barlıq o'xshash hissiyotlar, kechirmishlar va sizim ta'sirotlari menganing bir joyda saqlangan bo'lib, ularning birini eslasiniz, kalbingizda ularning qolganlarimi paydo bo'ladi. Bu prinsip inson qalbidagi barliq sizim ta'sirotiga mos keladi va ularni kontrol qiladi. Masalan, qo'rqish tuyg'usi qarab boqayli, biz qo'rqish bilan munosabatlik bir hissiyotning asosiy engimizga yetib kelishiga yo'l qo'yadigan bo'lsak, bu hissiyot o'zi bilan munosabatlik
başka barlıq yerginişlik hissiyatlarını çağırıp keledi. Köngülde muşundaq bir korkuş hissiyatı mevcut bulup tuğanda, onun da bir cüret tuygusunu hasıl kılış mümkün emas. Çokum bu kişinin içindeki biri hükümranlık orunda turuşu şart. Ular mahiyet cihetten farklılık bolğaçqa bir-biri bilen bille turalmaydı. Her bir narsa özü bilen oxşaş narsini tartıp keledi. Asası аңda tutup tuğan her bir tefekkür özüge başka, özü bilen oxşaş mahiyetlik tefekkürlarını tadıdı. Dördüncü, özünü başkuruş. Bu sözde Napolyon İngilizce self-control dep algan bulup, onun utur mənisi özünü başkuruş, kontrol kılışdan ibaret. Lekin ben Napolyon'un kitabındaki mezmuna asasında bu sözünü özünü başkuruş dep ilişini bekrek muvaffak köydüm. İnsanlarga özünü başkuruş iktidarı ata kılıngan bulup, bu iktidar başka hiç kandak canlıklarga ata kılınmagan. Yani insanlarga hazırgacha baykalgan en yukarı derecede retlengen enerjiye tefekkür enerjisini işletiş iktidarı ata kılıngan. Şundak aytışkım buldu ki tefekkür moşun materyal ve fiziklik narsalar dünyası bilen ilahi divinity depti dünyanı öz ara tutaştırıp turduğan en yakın bağlanıştır. Siz oylaş kabiliyetiniz iyi bulup kalmasdan onundan netçe min həssi mühim bolğan özünüzden xiyal tefekkürünü özünüz kontrol kılış ve ulanı özünüz için hizmet kılırış kabiliyetine ega. Bu ufkum intayin mühim bulup, bu ufkumunu muvaffak seviyede turup düşündürülgen kişiler ançı köp emas. Sizden meniniz bir dinam yoki generatorga okşaş bulup, o tefekkür dep atılgan bir sirlik energiyini barlıqı keltirdi hem de onu işqi salıdı. Sizden meninizde işqi salıdan kozgat kuşunun bunda ikisi var. Onun biri avtomatik teklip, yeni biri bolsa teklip. Siz bir tefekkürünü berpa kılış üçün işiltediğin materyalini özünüz taldısanız buluverdiğin bulup, bu avtomatik teklip yoki özünüzge berilgen teklip dep atılıdı. Siz özünüz bir tefekkürünü vücutga keltiriş üçün kitadigan materyalini başkalarının tallap birişige tapşırsanız mı buluverdiğin bulup, bu teklip dep atılıdı. Ademni uyatlandırılan bir eminiyet şu ki, mutlak köp sandaki tefekkürler başkalar tarafından vücutga keltirilgen. İtiraf kılmasak bolmaydigan texmi bekrek nomus şu ki, köpünçilerimiz aşundak başkalar tarafından vücutga keltirilgen tefekkürlerini hiç kandak tekşürüştün ötküzmeyin. Yoki ularning to'g'ri xatolik haqida hech qanday gumonlanmayla aynan qabul qilaveramiz. Biz kunlik gazetni uningda so'zlangan narsalarning hammasi haqiqatdek o'qiymiz. Boshqalarning g'aybatlariga va quruq gapdonligiga xuddi haqiqatga ishongandekla ishinib ketamiz. Tefekkür biz mutlaq holda kontrol qila oladigan birdan bir narsa turuqliqmi? Biz başkalarının öz köngül sarayımızga kirip, teklip biliş usulü arkalık, u yerge özlerinin çataplarını, kıyın ahvallarını, kelişmezliklerini ve yalgan sözlerini ekirip koyuşuğu yol koyup, xuddi bizning ishikni taqab ularni kirgizmaslik qobiliyatimiz yo'qdekla bir ish qilamiz. Özünü başkuruş deganimiz özünün tefekkürünü başkuruş degenlikten ibaret. Bu cümleni ünlük avazda kayta okun. Özünü başkuruş degenlik, özünün tefekkürünü başkuruş. Özünün tefekkürünü başkuruş, özünün tefekkürünü başkuruş degenlikten ibaret. Çünkü bu bir cümle söz makalının mezkur bölümündeki en mühim cümle. Avtomatik teklip prinsipinden faydalanıp kalbinizde özünüzün intayin iniq asası nişanıga mas keladigan ijobiy aktif ve faydalık tefekkürlerini turguzun.
Shunda qilsangiz, sizning ko'nglingiz shu tafakkurlarni amaliyotga aylantirib, uni sizga bir butun mahsulot tariqasida akab beradi. Mana bu tafakkurni boshqarishdir. Siz ko'nglingizdagi hukmron o'rinda turadigan tafakkurni maqsad tikalda tanlab, tashqi takliflarni qat'iy rad qilsangiz, o'z-o'zini kontrol qilish usulidan eng yuqori darajada va eng unumli darajada foydalangan bo'lasiz. İnsanlar mana shunda qila oladigan birdan bir jonliqdir. 5-chi tanqidga uchrashdan qo'rqish yangi ideyalarni o'ldirib tashlaydi. Qadrli qarindoshlar. 5-chi kichik mazmun tanqidga uchrashdan qo'rqish yangi ideyalarni o'ldirib tashlaydi. Siz ma'lum bir cho'ng ishni qilish haqida yangi ideyaga kelganda, ko'nglingizda boshqalar bu ishga qanday qaraydigando degan endişe paydo bo'ladi. Shuning bilan ba'zida siz o ishni qilmaslikqa bahona izlaysiz. Obdan tahlil qilib baksanız, sizde paydo bo'lgani tanqiddan qo'rqish hissiyoti bo'lib, o ko'nglingizdagi mundaq savollar orqali aks etadi. Sen onu qilolmaysan. Bu ish bak cho'ng bo'lib, o nihoyat ko'p vaqt talab qiladi. Bu ishga to'qqanlar qanday qaraydi? Bu ishni qilib bo'lguncha sen jiningni qanday baqasan? Bu ishni burun boshqalar qilib baqmagan, sen uni qila olaysan deb o'tirib chiqsang bo'ladimi? Bundaq cho'ng nishonni tanlaydiganga sen kimsan? O'zingning bir oddiy oilada tug'ilganligini hargiz unutib qolma. Sen bu ish to'g'risida qanchalik narsa bilading? Kishilar seni sarang bo'lib qopti deyishi mumkin. Bu ishni burun boshqalar nima uchun qilmagan? Endi sen nima bo'lib qilgan bo'lib qolding? Meni shuningga o'xshash gaplar, qadrli qarindoshlar, bizning bir yangi bir tafakkurni vujudga chiqarishimiz yoki o'zimiz ega bo'lishimizni to'sab tashlaydigan, o'ltirib tashlaydigan qotillardan iborat. Ya'ni mening dadam kommunist vaqtidami, alhamdulillah musulmon holatda yashab tugab ketdi. Bana deydigan shunda bir gapi bor. Ey balam, o'g'lim, boshqalar nima deb qolar degan gapni hargiz o'ylama. Allah nima de deganni o'yla deydi. Qadrli qarindoshlar, ichimizdagi boshqalar nima deb qolar degan butni biz cheqib tashlamaguncha bizga hech qanday aram yo'q. Mengi shu butning, shu o'zimizning qalbida tiklab olgan shu qo'rqinchli butning ta'siridan shuning nimasidan qutulolmaymiz. Şuna bunu çekip taşlaylı qadrli qarindoshlar. Başqalar nima desa desin, Allah'ның nima deyishi hammadan muhim. Allah o'zining nima deydiganligini Qur'onda deb qo'ygan qadrli qarindoshlar. Ko'nglimizda mushu va uningdan boshqa nurg'un savollar paydo bo'lib, birdilla butun dunyo o'z diqqatini sizga burab, sizni mazoq qilib, sizni o'z istikingizdan voz kechishga da'vat qilayotgandek tuyulishi mumkin. Mushundaq vaqtda kallangizdagi yangi ideya texi to'liq tug'ilib bo'lolmagan bo'lib, shu vaqtning o'zida qiladigan ishlar to'g'risida bir intayin aniq plan tuzish orqali bu ideyaga hayotlik ato qilishga to'g'ri keladi. Bir ideyani uzuqlantiradigan vaqt, yana vaqt dal shu ideya yangidan tug'ilgan vaqtdir. O 1 minut hayot tura oladi ekan, onun saqlanib qilish ehtimolligimi shuncha yuqori bo'ladi. Ko'p sondagi ideyalarni o'ltirib tashlaydigan narsa tanqidga bo'lgan andishidan iborat. Bo'lib, odam tanqidga uchrashdan qo'rqadi ekan, bir ideyani plan tuzish va ish elib berish bosqichiga elib borolmaydi. O'z nishoniga yetishga ishonchi bor kishilar mumkin emas degan so'zni e'tirof qilmaydi. Ular vaqtlik mag'lubiyatga tam bermaydi. Ular o'zlarining muvaffaqiyatga cho'qim erishganligini biladi.
Eğer ularning bir planı ünüm vermeydiken, onun onu derhal başka bir yeni planı destido, her bir ma'lum kıymeti iyi neticelerinin hemmisi ahirki muvaffakiyetga erişishdan burun ma'lum derecedeki oңuysuzluklarga duch keladi. Thomas Edison 10.000 qatimdan ortiq tajriba ishlab, ondan o'zi ijod qilgan ün algı mashinasiga Mary xonimning bir paxlani bati degan ovozni muvaffaqiyatlik oldirgan. Qadrli qarindoshlar, Thomas Edison 10.000 qatim deydi. Yeni ma NBA'da burun top oynagan bir musulmon birisi bati, ismini unutib qoldim. Şunun bir bek dağınık bir gibi var, belki şunun gibi de hatırlayayım. Yani ben 6.000 qatim top attım. 6.000 qatim hata halde top attım. Bir qatim mu yani hatalaşması için. Degende yeni bir şey ama lampını şu nima qilgan vaqtida 5999 qatim onu nima qilib yana eng oxirgi bir qatim yondigan vaqtda uningdagi natija qozongan, uning oldida onchilik natija qozonamagan degan bir gapni anglagandim. Qadrli qarindoshlar, mushunday gap. Qat'iy voz kechmaslik kerak. 5. Qat'iy davomlashtirish, 5-mazmun. Siz her vaqt esingizda ching saqlashga tegishli yana bir so'z qat'iy davomlashtirishdan iborat. Har bir natija bedel talep qiladi. Hech nima bermay, faqatla elish hargizmi mumkin emas. Birer ishni elib berib, shu orqali bir natijani qo'lga keltirish xuddi tabiat bilan eng yuqori darajada va eng oliy janob shaklda sodalashgan bilan o'xshash. Tabiatni go'llig'ili va oldig'ili bo'lmaydi. Siz faqat tabiatga tegishli bedel to'lagandala, o anda sizga o'zingiz istagan narsani beradi. Bu yerdagi bedel to'xtovsiz, egilmas va qat'iy ravishda davomlashtirilgan tirikchilikdan iboratdir. Qilayotgan ishni qat'iy davomlashtirish odatini yetildirishning 4 oddiy qadam bosqichlari bor. Ular sizdan nihoyat ko'p aql va alohida unvon talab qilmaydigan bo'lib, sizdan faqat ozroq vaqt bilan azroq tirishchanlikni talab qiladi. Bu qadam bosqichlar tuvandikilardan iborat. 1. Intayin aniq maqsad bilan uni amalga oshirish to'g'risidagi bir kuyib turgan istakka ega bo'lish. 2. To'xtovsiz qo'llanadigan ish harakatlar orqali aks ettirilgan bir intayin aniq plan bo'lish. 3. Tuqqanlarning, do'stlarning va tunishlarning salbiy takliflarini va boshqa barliq salbiy va sovuq suv chachadigan chechish xarakteridagi ta'sirlarni butunlay cheklaydigan irodaga ega bo'lish. 4. O'z planini ijro qilish jarayonida o'ziga davomli madad berib turadigan bir yoki bir qancha hamkorlashuvchi bor bo'lish. Qadrli qarindoshlar. Birinchisi nimikan intayin iliq g'oya. İstek buluş. Yani ikincisi o istek, o g'oyaning planı buluş. Üçüncüsü başkalarının selbi ta'sirlaridan yiroq turish. Dördüncüsü öz planı icra qilish uchun ya sherik tepish yoki bo'lmasa sizni qo'llaydigan, doim sizni ilhomlantirib turadigan birisi bo'lish. Bir ishni qat'iy davomlashtiradigan kishilarda har xil qiyinchiliklarni yengalaydigan birer sirli qobiliyat bor bo'lami? Bir ishni qat'iy davomlashtiradigan kishilik sifat sizning qalbingizda ma'lum shakldagi ruhiy, ma'naviy yoki ximiylik harakatni vujudga keltirib, shu orqali sizga ba'zi tabiatdan tashqari kuchlarni ato qilamdi. Napoleonning Henry Ford bilan Thomas Edison ustida elib borgan uzun muddatlik analizining ko'rsatishicha, ularning ashunda kishini hayron qoldiradigan muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishida asosli rol o'ynagan narsa
ularning qilayotgan ishini qat'iy davomlashtirish odatidinla iborat. Agar siz payg'ambarlar, faylasuflar va diniy liderlar ustida adil tadqiqot ilib borgan bo'lsangiz, ular qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarning asosiy manbalari ularning qilgan ishini qat'iy davomlashtirish, tirishchanligi, bir nuqtaga markazlashtirish va intayin aniq maqsadga ega bo'lish alaydiklari ekan degan muqarrar xulosaga kelib yetsiz canım dostum. Endi bununki ayığı bo'lgan g'oyani reallik aylanishning sirli qonuni 6-cı mazmun bizning ma kitobdagi temalardan qanchınchi tema? 8-ci tema tasavvur va cheksiz aql degan o'g'ilimiz. Buni erkasiz akamiz 2010-yili 12-ayning 6-cı kuni vatanimizdagi to'rbetlarda nashr qilgan. Biz kim bu sirli g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan mo'nun kitobni erkasiz akimizning yordami bilan nashr qildik, taqatdik, dunyoning har qaysi joylariga taqaldi qadrli qarindoshlar. 8-ci tasavvur va cheksiz aql. Tasavvur odam qalbining ish bajarish o'rni bo'lib, u yerda koni ideyalar va jazmlashgan paketlar qaytadan turlarga ayirib olindi. Ve ular yeni maqsadlar uchun ishga solinadi. Sizning intayin aniq asosiy nishoningizne tashkil qiladigan materiallarmi sizning tasavvuringizda qurashtirildi va birlashtirildi. Siz o'z o'zingizga bo'lgan ishonchingizni, yangi ideyalaringizni va liderligingizni oldi bilan o'z tasavvuringizda barliq keltirib, andin ularni reallikka aylantira olasiz. Siz avtomatik taktik prinsipini o'zingizning tasavvurida ishga solib, aniq nishon, o'z-o'zingizga bo'lgan ishonch, yangi ideya va liderlik qobiliyati qatorliq zarur bo'lgan sifatlarni barpo qilasiz. Xuddi bir qushqochning paydo bo'lib, o'sib yetilishi tuxumdagi mikroorganizmning boshlig'iga o'xshash, sizning moddiy natijalaringizmi siz o'z tasavvuringizni vujudga keltiradigan nəhayət yaxşı urullaşdırılған planınızdan tərəqqi qilib əməlgə aşıdı. Təsəvvür ən avval payda buludu. Andın o təsəvvür ideya və planı özgərtilidu. Ən axırda o planlar reallıqqa ayınlıdı. Bu cəryan sizin təsəvvürünüzdən başlanıdı. Bəzilərinin deyişcə siz təsəvvür qılalığın hər qandaq işini çoxum əməlgə aşıra alaysınız. Adamların təsəvvür qilish qabiliyyətinin iki xil şəkli var. Onun biri yasalma təsəvvür. Yəni synthetic imagination. Bulub, yəni biri bolsa icadçan təsəvvür. Creative imagination din ibarət qadirli qarindoshlar. Birinci yasalma təsəvvür degan nima? Mushu qobiliyatdan foydalanib siz konu ufqum, konu ideya va konu planlarni yangi birikma bo'yicha o'rinlashtirasiz. Yasalma tasavvur burunqi kechirmish, bilim, kuzatma materiallardan foydalanib ish olib bordi. Dunyodagi eng ijodchan kishilar ko'pincha vaqtlarda yasalma tasavvurlardan foydalanib yangi ideyalarni o'rtaga qo'ydi. Siz yasalma tasavvuringizdan foydalanib kallangizga uçurlarni yaxshi ratlab, o'zingiz biladigan narsalarning hammasini bir yerga yig'ib, shu orqali bir ideya yoki bir masalani hal qiladigan usulni o'ylab chiqsiz. Bu yerdagi yasash degan so'zning ma'nosi muvofiq yoki munosabat narsalarni to'g'ri usul bilan bir yerga akilib qurashtirish, ya'ni montaj degandan iborat bo'lib, o ijodchanlikning darajasi bo'lib hisoblanadi. Olimlar, oshpazlar, kashfiyotchilar, remontchilar, yozuvchilar, sotquchilar, o'quvchilar, shirkat boshliqlari hamda boshqa har bir odamning kallasini ishga solib, o'z qobiliyatlarini eng yuksak darajada joriy qildirganda qiladigan ishi dal
aşu yasaştan ibarettir. İkinci, icatcan tasavvur. İnsanların kalbi çeksiz akıl bilen bir vasıta alaqılışda yeni his duygu ve yeni ilhamlara erişişte faydalanılan kabiliyet icatcan tasavvurdan ibaret. Siz icatcan tasavvur arkalı könglinizde hazırgıcı yok boğan, ama akıbeti doğru bulup çıkıdığan yeni uçur ve yeni ideyalarını tapsız. Siz bir yeni xiyal yoki yeni ilhamga tasadifi ega bo'lganda aşu icatcan tasavvurdan faydalanasiz. Alimlar ve keşfiyatçılar burun teki bayqalmagan narsalarni bayqash yoki barpo qilishda foydalanadigan qobiliyatmi dal aşu icatcan tasavvurdan ibaret. İnsan ko'ngli icatcan tasavvur orqali cheksiz aql bilan aloqalashadigan bo'lg'achqa tasavvur hukmi Kardingning siri bilan o'ziga tortish qonuniyatining tadqiqotiga kirgizilgan. İlave Napoleonning kitobidagi ba'zi joylarda ijodchan tasavvurning o'rnida ijodchan tafakkur, inglizcha creative thought mu ishlatilgan. Qadrli qarindoshlar. 3. ijodchan tasavvurdan unumli foydalanish. Karxana, sanoat ve iqtisodning ulug' liderleri hem de ulug' artistlar, muzikantlar, shoirlar ve yazgıçılarning ulug' bo'lishiga bir sebep ularning o'zlarida ijodiy tasavvur qilish faoliyatini, qobiliyatini yetildirganligidir. O'ttiran kishilar ko'rish, anglash, tuyush, purash ve tetishdan iborat 5 xil fizikalik sizimning yordami orqali tushungili bo'lmaydigan bir narsaga duch kelgan hamon o narsaning nima ekanligini hargizmo anqira olmaydi. Cheksiz aql bu 5 xil sizim orqali ish ko'rmaydigan bo'lib, siz shu 5 turlik tuyg'u orqali cheksiz aqlning yordamini qo'lga keltirolmaysiz. Cheksiz aqlning kuch-qudratidan foydalanishning bir yo'li ijodchan tafakkurni ishga solishdan iborat. İnsanların 6. sizimi ularning ijodchan tasavvuridan iborat. O insanların çektik ko'ngli bilan cheksiz aqlini o'zaro tutashtiradigan aloqalanisi bo'lib, kashfiyot sohasidagi asosiy yoki yangi prinsip oshkorlanish ve bayqashlarning hammasi ijodchan tasavvur qobiliyati orqali barliqqa kelgan bo'ladi. Yeni ideya, yeni ufqum ve yeni tuyg'u tuvandagi 4 manbaning birisidan keladi. Birinci, başka bir adamның bilip durup sizge aşkarılışı. İkinci, sizden yoşurun enginiz. O sizden 5 xil siziminiz arqalıq meningizge yetip kelgen hem oy ve təsiratlarını saklap durdu. Üçüncü, bir adamның yoşurun an iskilatı. Dördüncü, cheksiz aql. Qadirli qarindoshlar. Napoleonning qarashicha mo'jiza degan narsa mavjud emas. Bo'lib, o sizning o'z orzuyingizni reallikqa aylantirishingizga yordam qila olmaydi. Tabiat o'zining jazmlashgan qonuniyatlaridan hargiz chetnab ketmaydi. Ammo tabiatning ba'zi qonuniyatlarini tushunish mumkin emas bo'lib, ular xuddi bir mo'jizadek ko'rinadi. İnsanların ijodchan tasavvuridan iborat 6. sizimini mana ashundaq mo'jizaga eng yaqin keladigan bir narsa deb qarashga bo'ladi. Siz o'z nishoningizni amalga oshirishda hargiz bu mo'jizaga tayanmay, cheksiz aqlning sizni tabiiy yo'llar ve tabiiy qonuniyatlarning yordam bilan yetaklashiga tayining. Hargizmo cheksiz aql men nishonlagan narsani bana akilip durdu deb o'ylab qolmang. Onun o'rniga cheksiz aql meni o'zim tiklagan nishonga yetaklab mangdu deb o'ylang. İcodchan tafakkur sizdan har vaqt
men öz gayemni çokum emelge aşura alayman degan oyda buluşni öz gayingizda to'g'ri yo'l va to'g'ri tartib bo'yicha amalga oshirishga nisbatan o'zingizda kuchli e'tiqod va to'liq ishonch bo'lishni talab qiladi. Siz o'zingizning ijodiy qobiliyatini qancha ko'p ishlatsangiz, o sizning angliq vujudingizning sirtida boshlangan omillarga shuncha sezgir bo'ladi hamda u omillarni shuncha oson qabul qiladigan bo'ladi. Shundaqla siz bu ijodiy qobiliyatingizni qancha ko'p ishlatsangiz, yangi tafakkur va yangi ideya yaratishda siz uningga shuncha ko'p tayindigan bo'lasiz. Bu qobiliyatni siz faqat amaliyotda ishlatish orqali yetildira olasiz va taraqqiy qildira olasiz. İlave, bir Uyghur yaşının bana deb bir işçi Napoleon'un Muvaffaqiyat Kanuni degan kitabı milletler neşriyat tarafidan Muvaffaqiyat Dasturi degan isim bilan ikki qism qilib nashr qilingan bo'lib, ularni Alma Tor kitobxonasidan setib olg'ili bo'ladi ekan debdi. Kitobxonadan bor Napoleon Holding'i Muvaffaqiyat Dasturi degan kitobi İstanbuldan bor qadrli qarindoshlar. Erkinken bu uçurda nəhayət yaxşı biribdi. Mən bir qətim degəndək isimdi ba, qədirli qarindoshlar. Əmdi g'oyani reallik aylantirishning sirli qonuni 7-ci maqolasi ekan. Erkinkanning 2010-yili 12-oyning 20-ci kuni vatanda torbetlarda nashr qilingan. Ya'ni bizningki shu g'oyani reallik aylantirishning sirli qonuni degan maqolaninki 9. temisi merkezleştiriş ve icadi köz aldığı keltiriş degan mezmunni okuyumuz canım dostlarım. Onundan keyin dersimiz müşahede bu haftalik dersimiz tamam buldu. Dokuzuncu merkezleştiriş ve icadi köz aldığı keltiriş. Merkezleştiriş degan söz İngilizce concentration deb atıldıgan bo'lib, ijodiy ko'z oldiga keltirish bo'lsa İngilizce creative visualization tasbih o'qidim bu gapni deb atiladi. Ma Xitoychada merkezleştirish degan jizhongqingli deb qo'yilgan bir yeri bor. Şu buluşu mümkün. Merkezleştiriş degan söz Napoleon'un kitabında bir istekni amalga oshirishning yo'llari bilan vositalarini tepib chiqib, ularni rasmiy ishga solg'ichi bo'lgan vaqt ichida zihin va ish faoliyatini shu istakka merkezleştirish harakati degan ma'noda ishlatilgan. Zihin va ish faoliyatini ma'lum bir istakni merkezleştirişte bunda iki kanuniyet mühim rol oynaydı. Biri avtomatik teklif kanuniyeti, yana biri bolsa adet kanuniyeti. Adet muhitning içinde yitildi. O sizin körüş, anlaş, puraş, tetiş, tuyuşdan ibaret 5 tuygu a'za, 5 sizimiz arqılıq sizge ta'sir ko'rsatgan hamma manbalar arqılıq o'xshash ishni o'xshash usulda qayta qilish orqali o'xshash xiyolni qaytalab takror qilish orqali yetiladi. İnsanlarning qalbi ma'lum bir ideyaning vujudga keltirish uchun zarur bo'lgan materiallarni o'zining atrofidagi muhitdan yig'adi. Odat bu ideyani bir muqim qurilma shaklda uyutib, yoshurun angning ichiga türge ayırıp, ekirip koydu. Onundan keyin bu ideya sizning mijozingizning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismiga aylanib, sizning ish harakatingizga jimjit holda ta'sir ko'rsatadi. Sizning bir taraflama va og'ma ko'z qarashlaringizni shakllantiradi. Hamda sizning fikringizni kontrol qiladi. Shunlashqa sizning o'zingizga ta'sir ko'rsatadigan muhitni eng yuqori darajadagi ehtiyotchanlik bilan tanlashingiz intayin muhim. Çünkü muhit sizning kallangizga kiradigan, uzuqni ta'minlaydigan ma'naviy
makondan iborat. Birinchi muvaffaqiyatning manbasi degan maqoladan bir uzunda. Men mazkur maqolaning birinchi bo'limida tilga olgan muvaffaqiyatning manbasi degan maqolani Napoleonning kitobidagi munosabatlik mazmunlar bilan selishtirib, Napoleonning kitobidagi mazmun o maqoladagidan jiq atrofliq va to'liq ekanligini his qilgan edim. Shundoq bo'lsa-mu, o maqoladagi aqida bilan muhitning munosabati to'g'risidagi mazmun yuqoridagi odat bilan muhitning munosabati to'g'risidagi mazmun bilan o'qishib ketadigan bo'lib, onu biraz kengaytib beradigan bo'lg'achqa, o maqolaning aqida bilan muhit o'rtasidagi munosabat haqidagi qismini bu yerga bir naql shaklida qistirib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Tuvandagisi muvaffaqiyatning manbasi degan maqolaning bir qismi. Rahmat To'g'liq aka, siz mo qattiq tirishib Allah razı olsun. Endi biz qayta eslab ko'raylik. Aqida degan nima? Aqida bo'lsa, oldin tashkillab qo'yilgan, bizni o'zimiz bilan almashtirish qilishga uzluksiz holda yetaklaydigan bir xil his, tuyg'u usulidan iboratdir. Undaqda aqida qayerdan keladi? Nima uchun ba'zi kishilarning aqidasi ularning muvaffaqiyat manziliga qarab qadam tashlashiga turtki bo'lsa, yana ba'zi kishilarning aqidasi ularni mag'lubiyatga uchirtadi. Agar biz muvaffaqiyatni ilgari suradigan aqidalarga taqlid qilmoqchi bo'lsak, u chaqda oldi bilan ashul aqidalarning qayerdan kelganligini oydinlashtirib olishimizga to'g'ri keladi. Birinchi kelish manbasi muhitdir. Qozonga yuluqsang qarisi yuqar, yomonga yuluqsang yarisi deydigan gap bor. Bu rahimsiz ameliyatlar qiladigan, bu rahimsiz ameliyatlar tarafidan isbotlangan haqiqatdir. Turmushdagi odamni eng bizar qiladigan narsa parishonlik va besimga uchrash tuyg'usi emas, odamlar buni tamoman yengib ketalaydi. Turmushdagi haqiqiy qo'rqinchli narsa bo'lsa, muhitning aqida va orzuga ko'rsatadigan ta'sirdan iboratdir. Agar sizning o'z atrofingizda ko'rganlaringizning hammasi mag'lubiyat va umidsizlikdan iborat bo'lgan bo'lsa, u chaqda sizning muvaffaqiyat qozonishingizga yordami bo'ladigan ichki tasavvurlarni vujudga keltirishingizning nihoyatda va keltirishingiz nihoyatda tezki to'xtaydi. Oldingi bir bobda aytib o'tganimizdek, ko'pchilikning hammasi to'xtovsiz holda taqlid qilishni o'ylaydi. Agar siz boy ham muvaffaqiyatlik muhim muhit ishida o'sib ketilgan bo'lsangiz, u chaqda siz nihoyat osonla boylik va muvaffaqiyatga taqlid qilasiz. Agar siz namoratlik va umidsizlik ishida o'sib ketilgan bo'lsangiz, u chaqda sizda nihoyat osonla namoratlik va umidsizlik hissi shakllanadi. Albert Einstein mundaq deydi: o'zi turayotgan ijtimoiy muhitga o'xshamaydigan nuqtai nazarlarni o'ttirib qo'ya oladigan kishilar nihoyatda oz chiqadi. Ko'p qism odamlar bundaq nuqtai nazarlarni shakllantirolmaydi. Bu gapni qayta o'qib o'tayim. Albert Einstein mundaq debdi: o'zi turayotgan ijtimoiy muhitga o'xshamaydigan nuqtai nazarni o'ttirib qo'ya oladigan kishilar nihoyatda az chiqadi. Ko'p qism odamlar bundaq nuqtai nazarlarni shakllantirolmaydi. Chunki insonlarning to'lisi aql yurgizmaydi deydi Alloh subhanahu va taolo. O degani insonlar aql yurgizmasin degani emas. Bu eg'ir bir ish. Bu yerdagi ikki abzas mazmun qisqartirildi debdi. Chicago Universitetidagi Benjamin Brand degan kishi zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan 100 nafar yosh tadqiqotchi, muzikant va olimga qarata tadqiqot olib borgan bo'lib, o bu jarayonda bu talant egalarining boshdan boshlabla muvaffaqiyat qozongan emasligini bayqagan. Aksicha, ularning ko'p qismi boshqalarning yetaklashi va qo'llashiga erishgandan keyin ondan olg'a ilgirganlar ekan. Ularning har qandaqining talant alomati faqat ularda men
talant egisi bo'la olayman deydigan aqida paydo bo'lgandan keyinla andin namoyon bo'lgan ekan. Muhit balkim aqidaning eng kuchli qo'zg'atuvchisi bo'lishi mumkin. Lekin o aqidaning birdan-bir qo'zg'atuvchisi emas. Agar o birdan-bir qo'zg'atuvchi bo'lgan bo'lsa, o chaqda biz mangu o'zgarmas muhit ichida yashagan bo'lardik. Bay balalar faqat bay muhitni bilgan, namrat balalar bo'lsa faqat namratlikni bilgan bo'ladi. Aksicha boshqa xil kechirmish va o'g'inish usullari mo aqidaning kelish manbasi bo'la oladi. Turmushdagi cho'ng kichik ishlarning hammasi aqida paydo qila oladi. Odamning hayotida ba'zi ishlar mangu unutilmaydi. John F. Kennedy qasdga uchragan shu kunni eslayoladigan bo'lsangiz, o'zingizning shu kuni qayerda ekanligini cho'qim bila olasiz. Nurg'un odamlarga nisbatan aytganda, bu ularning dunyo qarashi mangu o'zgargan bir kun bo'lib hisoblanadi. O'xshashda ko'p qism odamlar mangu unutilmaydigan kechirmishlarni o'z beshidan kechirgan bo'ladi. Bunda kechirmishlarning bizga ko'rsatgan ta'siri dal mushunda kechirmishlar taqdirimizni o'zgartiradigan aqidalarni vujudga keltirdi. Men 13 yosh vaqtimda o'zimning nima qilishim kerakligi to'g'risida o'ylandim. Ham tantarbiya maxsus sahifasining yozuvchisi yoki tantarbiya programmasining direktori bo'lishni qaror qildim. Ma'lum bir kuni men Gizitdan Xoqat Kesarning ma'lum bir kitobxonada o'zining yangi kitoblarini imzo qo'yib setish faoliyati o'tkazmoqchi ekanligi to'g'risida xabar ko'rdim. Shuning bilan men agar men tantarbiya maxsus sahifasi yozuvchisi yoki tantarbiya programmasi direktori bo'lishni o'ylaydi ekanman, oldi bilan cho'qim ziyorat qilishni o'rganib olishim kerak deganlarni o'yladim. Ham ishni mushu yerdan boshlashga qaror qildim. Shuning bilan men maktabdan ayrilib, kichik inalg'udan birini ariyat oldim. Apam meni pikap bilan hali kitobxonaga olib qo'ydi. Men u yerga yetib borgan vaqtda Kesar apandim ketishga tamshilib turgan ekan. Men biraz qo'rqdim. Bir top muxbirlar uni o'rib olib, uningdan to'xtamay savol so'rab o'tadi. Men bir amallarni qilib, bir qancha muxbirlarning qo'ltiqlari ostidan o'tib, Kesar apandimning oldiga bordim. Men darhol uningga o'zimning uni oddiygina un olg'u, ziyorat qilg'um borligini aytdim. O, haliqi bir top muxbirlarni to'xtatib qo'yib, menga shaxsan ziyorat qilish fursati yaratib berdi. O kechirmish mening aqidamni o'zgartdi. Menga nimaning mumkin bo'ladiganligini, turmushda kimlarga yaqinlashqili bo'ladiganligini va o'zim erishmoqchi bo'lgan narsaga intilishning javobining qanday bo'ladiganligi qatorliqlarni bildirdi. Keyin men Kesar apandimning shu qatimliq ilhomlantirish sababidan ma'lum bir gezga to'xtamay maqola evatdim. O meni mushu sohada untulg'usiz kechirmishga ega qildi. İkinci muvaffaqiyatning sihriy kuchi. Napolyon merkezleştirish bilan bevosita va vositalik shaklda munosabatli bo'lgan prinsiplarni ishitish usulini muvaffaqiyatning sihriy ochquchi deb atagan. Burungi kishilar mushu sihriy ochquchning yordami bilan dunyodagi barliq ulug' kashfiyotlarning maxfiy eshigini ochgan. Hamda burungi barliq aql farosat va talantlarning hammasi mushu ochquchning sihriy kuchidan foydalanib yetildirilgan va taraqqiy qildirilgan. Merkezleştirish deganimiz sizning muqim odat va amaliyotdan foydalanib, ma'lum bir narsani tavtukuz tushunib va egallab bo'lguncha ko'nglingizni ashu narsaga yig'ib turish qobiliyatingizni ko'rsatadi. O sizning o'z diqqatingiz va zehningizni tizginlab, ularni ma'lum bir masalaga ashu masalani hal qilib bo'lguncha markazlashtirib turish qobiliyatingizni ko'rsatadi. O sizning o'zingiz
özünüz taşıp etişini isteydiğin adetlerinin tesirini bir yakka kayırıp koyuş iktidarınız bilen yeni adetlerini yitildiriş güç kabiliyetinizni körüstüdü. O sizden özünüzni teltüküz tizgilleş kabiliyetinizni körüstüdü. Merkezleştiriş deginimiz sizden özünüz arzu kılgandek oylaş iktidarını inik özünüzün oy tefekkürünü kontrol kılıp onu bir nait inik məqsədki doğrulaş iktidarını ve özünüzün bilimlerini bir sağlam ve əmeli iş hareket planı kılıp teşkilleş iktidarını körüstüdür. Siz özünüzün köңlünü özünüzün ömürlük istikinizge merkezleştirişte öz ara arıdışıp ketken ve bir-biri bilen nait ziç bağlangan başka nurgun işler üstüdümü başka turup zihninizde merkezleştirmekçi boğan asasi neresini tamamlaşınız gerek. Çoğun plan İngilizce ambition bilen istek oňuşluk merkezleştiriş jaryanını vujudga keltirişde kem bosip bolmaydigan iki asası amıldır. Bu amıllar bolmaydiken sihri aşkuşma ünüm bermeydi. Bu aşkuştan faydalanadigan kişilerinin intayin az boluşdaki sebep köpünç kişilerinin çoğun planı yok bulup hayatıda birer alaydı dersini mi hayatıda birer alaydı nersini mi istemeydi. Siz özünüz arzu kılalaydıgan her kandak nersini özünüz üçün istek kılıp tanlısınız boluyurdu. Eğer sizin istikiniz emniyetke uygun ve yeterlik derecede güçlük buludiken merkezleştin ibaret sihri açkoç o istekni emelge aşırışka yardımda bulur. Nurgun alim ve psikologiya tədqiqatçılığının karışıca tilavet kılgıçılarının duasının gücü kalbide çoğunkur urun algan bir istekni emelge aşırıştaki merkezleştiriş prinsipi arkalık önüm biridir. İnsanlar berpa kılgan närselerin hemmisi en addi bilen istek arkalık tasavvurda vücut keltirilip en aldı bilen istek arkalık tasavvurda vücut keltirilip andın merkezleştiriş arkalık reallıkka aylandırılgan. Merkezleştiriş sihri açkışının paylanışta. Siz aldı bilen köňlüňizdeki gumani karaş ve işenmezlikni bütünley yok tutuşunuz gerek. Hazırgıça bu açkıştın oňuşluk paydalanylan kişilerinin içinde onun işenmezlik idisinde boğallardan birisi mo yok. Tüvende biz bu sihri açkışını bir muqim formula arkalı sınap bakaylı. Sizin gayiniz bir danlık ammavi nutuk sözlükçü buluş dep perez kılaylı. Ondaqda siz bir varak kağızga tüvendeki vədini yazıp çıkın. Menin bir nahayet kabiliyetlik ammavi nutuk sözlükçü boğum ba. Çünkü men şu arkalık dünyaga zürür boğan hizmetlerden birini kılıp bireleymen. Hem de şu arkalık men öz turmuşumga zürür boğan maddi nersilerge igi bulalaydıgan iktisadi kirimge kirişeleymen. Men öz köňlümde her gün akşamy uxlaştym burun 10 minut ve etigini ornumdan emdili turgan 10 minut muşu istekki merkezleştirip şu arkalık aşı istekni reallıkka aylandırış üçün kandak iş hareketlerini kollanış kireklikini tepip çıkımen. Men özümden bir intayin kabiliyetlik ve intayin celip kılarlık ammavi nutuk sözlük işi bulaylarlıkımga kat'i işinimen. Şunlaşkı men her kandak nesinin menin muşu yoldaki tirişçallıkımga dähli kılışığı yol koymaymen. Dep astıga imza diye yerge imza etip imzayınlarını koyup her günü muşu degendek kılışınlarını teklif kıpta kadarlık kırındaşlar. Demek asan emes bir işinin vücut çıkırış için plan buluş gerekken planımı her daim
ko'zdan ko'chirib turish kerak ekan. Demakki bizningki duo qilishimizmi, demak Allohning bizga shuni o'rgatishimi yana bika emas ekan. Siz mushu va'daga imzo qo'ygandan keyin onunda deyilgan bu ish tuting hamda siz istagan natijaga erishib bo'lguncha hargiz bo'shashib qolmang. Siz merkezleştirish usulini qo'llanganda 1 yil, 3 yil, 5 yil ve hatta 10 yıldan keyingi ahvolga nazar silib, o'zingizning aşı davrdagi eng dangliq ommaviy nutq so'zlugchi bo'lgandagi ahvolni ko'z oldingizga akilib baqing. O'z tasavvuringizda o'zingizning muvaffaq kirimiga erishganligini ko'z oldingizga akiling. Siz nutq so'zlash orqali erishgan kirim bilan algan uyingizda tug'an vaqtdagi ahvolni ko'z oldingizga keltiring. Sizning nutqlarni intayin yaxshi so'zlash orqali bir ta'siri intayin kuchli odamga aylangan vaqtdagi ahvolni ko'z oldingizga keltiring. Siz o'zingizning tasavvur qilish iqtidoridan foydalanib, mushundaq bir ko'ngil manzarasini nihoyat aniq sizib chiqing. Shundaq bir ko'ngil manzarasini nihoyat aniq sizib chiqing. Shundaq qilsangiz, o sizning ko'nglingizda intayin cho'nqur o'rin olgan istakning bir go'zal suratiga aylandi. Siz merkezleştirishning qanday qilib bir sehriy ochqichlik rolini o'ynaydiganligini endi tushungan bo'lishingiz mumkin. Bu ochqich sizga bir sirliq sanduqning ichida yetib kelmaganlik yoki onun her bir odam tushuna oladigan oddiy so'zlar bilan bayon qilinganligi uchunla hargizmo onun kuch qudratini tuvan chaqlab qolmang. Barliq ulug' haqiqatlarning hammasi eng oxirgi analizda oddiy narsalarga, osonla tushungili bo'ladigan narsalarga aylanadi. Agar undaq bo'lmaydi ekan, ular hargizmo ulug' haqiqatlar bo'lolmaydi. Bu sehri ochqichni oqilona ishlating. Uni faqat qimmati bor maqsadlarni amalga oshirishga ishlating. Shunda qilsangiz, o sizga baxt va muvaffaqiyat ato qiladi. Burun o'tkazgan xatoliklarni va burun uchirgan mag'lubiyatlarni unutib keting. O'tib ketgan zamonlarda yashashni to'xtating. Chunki o zamonlar hargizmi qaytib kelmaydi. Sizning burungi tirishchiliklarınız sizga yaxshi natijalarni elib kelolmagan bo'lsa, ishni qaytadan boshlab, sizning buningdan keyingi vaqtingizni muvaffaqiyat hikoyalari bilan to'lgan mezgilga aylantiring. Cho'ng plan, ulug' istak ve merkezleştirilgen tirishchilik orqali o'zingiz uchun bir ulug' nam yarating. Hem de dünya uchun ulug' xizmatlarni ko'zlang. Agar o'zingizga ishonsangiz, bu ishlarni cho'qim qila olasiz. 3. Merkezleştirish usulini ishga solish. Mazkur maqolaning 3. bölümünde bir istakni oltinga aylantirishning 6 tane qadam bosqichi tonuşturulgan idi. Yani bir istakni oltinga aylantirishning 6 qadam bosqichi tuvandikilar. Birinci, ko'nglingizda siz qanchalik pul istaydiganligingizni aniq belgilang. Masalan, 50.000 dollar. İkinci, siz aşı pulni qo'lga keltirgandan keyin onun zakatini qanday beradiganligingizni aniq belgilang. Bu dunyoda hech nima bermay, faqatla oladigan bir ish yo'q. Üçüncü, aşı pulga erishmoqchi bo'lgan vaqtni aniq bekiting. Dördüncü, siz öz istikingizni qanday amalga oshirish to'g'risida bir aniq plan tuzib chiqing. Shundaqla sizning tayyorligingiz bo'lmasin, shu zamonda ish boshlang. 5. Bir varaq qog'ozga yuqoridagi 4 narsani nihoyat aniq, nihoyat ixcham qilib yozib chiqing. 6. Qog'ozga yozilgan bu narsani har kuni ertagini o'rningizdan turganda, keyinla o'rningizdan qopqandan keyinla bir qatim ve akşamı uxlashdan burun yana bir qatim ünlük o'qib chiqing. Siz uni o'qiyotganda siz aşı pulga cho'qim erishiman deb o'zingizga ishonib,
aşı pulga erişken vaqtdagi ahvollarni ko'z oldingizga keltirib, aşı vaqtdagi hissiyotingizni bilib turing. Qadrli qarindoshlar. Agar bu ko'rsatmalarni hozirgi prinsip bilan birlashtirsak, tuvandagi xulosaga kelamiz. Birinchi, boshqalarning daxli qilishiga uchramaydigan bir jimjit yagi bering. Ko'zingizni yumib, siz yig'moqchi bo'lgan pul haqidagi yozma bayonotni o'zingiz anglayolgudek unlik ovozda qayta o'qing. Ilova, Napoleonning kitobining ko'pincha joylarida pul tepish bilan muvaffaqiyat qozonish o'xshash ma'noda ishlatilgan. Napoleonning ikkinchi kitobi 1937-yilda e'lon qilingan bo'lib, ahvoldan qaraganda shu zamonlarda ko'pincha kishilar bir odamning muvaffaqiyat bo'lmaganligini shu adam topgan pul bilan o'lchagan o'xshaydi. Uyg'ur diyarining ahvoli g'arib ellarning ahvoliga zodil o'xshamaydigan bo'lib, Uyg'urlar g'aribliklardek va jungodagi boshqa millatlardek pul tepish va biror ishda muvaffaqiyat qozonish fursatiga ega emas. Shuningdek o'qirmanlardan bu yerdagi mazmunlardan jonliq foydalanishni umid qilaman deb ilova qilib qopti jinim Erkin Sidiq akamiz. Shu pulni yig'ib bo'ldigan vaqtni hamda o pulni siz qanday xizmatlarni qilish orqali topadiganligingizni aniq belgilang. Mushu yerda ko'rsatilgan yo'l bo'yicha ish olib borganda siz shu pulga erishib bo'lgan vaqtdagi ahvolni ko'z oldingizga keltirib baqing, qadrli qarindoshlar. Ikkinchi, siz o'zingiz yig'moqchi bo'lgan shu pulni o'zingizning tasavvurida ko'ra oladigan bo'g'icha yuqoridagi birinchi qadamni her kuni atigini bilen her günü akşamı bir qatimdan takrorlang. Üçüncü, siz bir varaq qog'ozga yozilgan planıngizni her günü atiganda ve her günü kechda ko'radigan bir yerga qo'yib qo'ying hamda uni her günü akşamı uxlashdan burun ve her günü atigini o'rningizdan turgandan keyin bir qatim o'qib, uni to'liq yodlab oling. Esingizda bo'lsinki, siz yuqoridagi ta'lim bo'yicha ish ko'rganda sizning qilganingiz avtomatik taklif prinsipini ishga solish bo'ladi. Bunda qilishdagi maqsad o'zingizning yushurin ingiga buyruq berishdan iborat. Siz o'zingizning yushurin ingiga bir talabni yo'llaganda, o talab ma'lum hissiyot va qizg'inlik tuyg'usi bilan birlashgan chaqdala sizning yushurin ingiz uni qabul qiladi. Aqida bo'lsa barliq hissiyotlarning ichidagi eng kuchli ve en ünüm biridir. Yuqorida ko'rsatilgan ishlar dastlabida nihoyat abstrakt bo'lib tuyulishi mumkin. Bu sizga daxl qilmasin. O ishlar qanchalik abstrakt yoki amaliyotga qanchalik uyg'un emasdek tuyulishidan qat'iy nazar ularni qilavering. Agar siz ruhiy va harakat jihatning har ikkisida yuqorida ko'rsatilgan bu ish ko'rsangiz, birdamdala sizning oldingizda bir yeni hayat, kuch paydo bo'ladi. Barliq yeni ideyalarga qarata gumonxo'rlikning paydo bo'lishi hamma insonlarning o'rtaq xarakteri. Agar siz yuqoridagi ko'rsatma bo'yicha ish ko'rsangiz, sizning gumoningizning o'rnini bir aqida egallab, u aqida bir mutlaq e'tiqod bo'lib uyuydi. Nurg'un faylasuflar odam o'zining muqaddas taqdirining xo'jayini deganni o'tirib qo'ygan. Ammo ular nimishqa shunday ishkanligini tushundirmagan. Bir odamning o'ziga va o'zining muhitiga xo'jayin bo'la olishiga sabab o'zining yushurin engiga ta'sir ko'rsatadigan qobiliyatga ega ishkanligidan iboratdir. Va yana qayta o'qay qadrli qarindoshlar. Nurg'un faylasuflar odam o'zining muqaddas taqdirining xo'jayini deganni o'tirib qo'ygan. Ammo ularning nima qilishda ishkanligini tushundirmagan. Bir odamning o'ziga va o'zining muhitiga xo'jayin bo'la olishiga sabab uning o'zining yushurin engiga ta'sir ko'rsatadigan qobiliyatga ega ishkanligidan iboratdir. İstekni reallik aylandırışının əmeli cəryani avtomatik təklif arqalıq işqə aşırıldı. Mana bu sizin özünüzün yuşurun eninin içine kirib, onun təsir göstəriş prinsipinin ibarət olub,
qalğan prinsiplar bolsa, avtomatik təklif prinsipini qo'llanışdagi qurallardan ibaretdir, xalas. Qadrli qarindoshlar, ana o'sha bugungi Erkin Sidiq akamizningki g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan darsimiz mush yergacha bo'ldi. Bunun endi 4-cü qismi, yani en ahir qismini inşallah keyingi dersimizde birlikte ögünümüz. Anda olsa yeni bir gün geçelim. 31. sıla bulduğun oxşaydı inşallah. Şu çakışı Allah'ın özüge amanet bulunla. Beni tanışılan Tuğluq Abdurrazak akimiz ve başka qarindoshlarimiz hammalardan rahmet. Allah razı olsun. Eğer bunu yoqtirgan bo'lsanglar, o'zinglarning betida paylaşib qo'ysanglar, sevinime, suyunime, Allah'ның o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.